Eslaysizmi? So'rida mevali daraxt ostida yotardik. Tun, oy nuri, ertaga dars yo'q, hech qanday tashvish ham yo'q. Oldinda go'yo cheksiz, tugamaydigandek yozgi ta'til bordek tuyulardi. Uyquning eng shirin payti tongi soat 5-6 bo'lardi. Ko'zimizni ishqalab, uyquga to'ymagancha mol boqishga haydab ketardik. Quyosh tepamizda qizdirib turganda bizni faqat bitta narsa qutqarardi: suv. Kiyimlarni yechib uloqtirib, muzdek suvga o'zimizni otardik. Ko'zimiz qizarib, lablarimiz ko'karguncha cho'milardik. Keyin ov boshlanardi. To'r yo'q edi, faqat buvimizning sim ro'moli. Bizning o'yinchoqlar do'kondan olinmasdi. Mashinachalarni loydan yasardik yoki katta mashinaning g'ildiragini dumalatib, butun qishloqni changga botirib yugurardik. Qornimiz ochsa ham uyga kirmasdik. Bog'ga chiqib, futbolkamiz etagiga mevalarni to'ldirib olardik. Changini yengimizga artib yegan o'sha olmalarning ta'mi bugungi eng qimmat mevalardan ham shirinroq edi. Chanqaganimizda gilosni shishaga ezib ichardik. Quyosh botib chivin bosganda esa bizda yechim bor edi. Qamishning uchini yoqib, tutatib chivinlarni haydardik. Qishloqda to'ylar kechgacha bo'lardi. Gilamga paxta bilan yozilgan ismlar, chang to'zon ichida raqs tushayotgan odamlar. Biz esa oyoq ostida quvlashmachoq o'ynab yurar edik. So'ng yana tun, yana so'ri. Ming afsuski biz eng baxtli davrimizni yashab o'tganimizni o'shanda bilmagan ekanmiz.